Zidan hech qanday uslubga ega emas deyish oson, ammo u 3 yil ketma-ket Yevropani zabt etdi. Qanday qilib? Bu shunchaki tasodif emasdi. Zidan haqida eng ko'p tarqalgan tanqid u Gvardiola yoki Klopp kabi qat'iy falsafaga ega emas degan tanqidlar. Ammo bu noaniqlik emas, moslashuvchanlik. Zidan har bir raqibga qarab yechim topuvchi, vaziyatga qarab ishlaydigan strategiyada. Zidan boshqargan Real Madrid texnikani tezlik bilan, tajribani energiya bilan uyg'unlashtirdi. Yarim himoya triosi Modric, Casemiro, Kroos nazorat va muvozanatning ideal markazi. U Isco va James Rodriguesni aldamchi 9lik rolida qaytadan kashf etdi. Hujumda esa o'zaro pozitsion almashinuv va uzluksiz pressingni kuchli intizom bilan yo'lga qo'ydi. Zidan har bir futbolchining ichki dunyosini tushunardi. Ularning psixologik holatini boshqarardi. Ronaldo, Ramos, Marcelo, Benzema, Kroos har bir nom lider. Zidan esa bu liderlarni yagona g'oya atrofida birlashtira oldi. Final o'yinlarida raqiblar haddan ortiq murakkab yondashgan pallada Zidan soddalik bilan g'alaba qozondi. Bunday boshqaruv omad emas, inson ruhiyatini chuqur anglashdan kelib chiqqan muvozanat. U yulduzlarga to'la jamoa ishonchsiz degan stereotipni yo'qqa chiqardi. Yevropada ketma-ket 3 ta g'alaba 60 yildan buyon hech kimga nasib etmagan tarixiy natija. Bugun Zidan hech qaysi klubni boshqarmayapti. Nega? Chunki u murabbiylikni kasb emas, san'at deb biladi. Savol: Zidan hozir kimni kutmoqda? Fransiya termasinimi yoki kelajakdagi Realni? Fikringizni izohlarda qoldiring.